Fu. Nimadir deysizmi? Yo'q, muslimni to'kib bering. Hop. Rahmat. Hoy, nima qilyapsan? Bor uyga kir. Uyga kirib kiyimlaringni kiy, maktabga ketamiz. Yo'q, bormayman maktabga, xohlamayman o'qishni. Menga qara, o'qimasang, men menga o'xshab axlatchi bo'lasan. Aka ketdi, yuring. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mashina olib qo'yasizmi? Hop. Havoda. Bepashasi ham ko'payib ketdi deb bor-ku. Ha, nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi uni? Kirqul bilan ko'rishmoqchi bo'ldi men bilan. Kim? Ya'ni axlatchi-da. Axlatchi? Balki axlatchi sandirsan. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Befarosat. Axlatni san chiqaryapsan. Ular kelib eshiging tagidan olib ketyapti axlatingni. Olani musorlarni olib chiq ko'chaga. Aka? Aka, kechaymi? Usti boshim kir aka. Qo'ysangizchi aka. Kir qiluvchi bizamiz-ku. Tozalovchisizlar. Hali bilingizni ortgan bo'lsam, meni kechiring aka. Chiqsa aka, bo'p turadi. Bering qo'llaringizni, men tashlab yuboraman, aka. Rahmat katta. Aka, bu mahallani ham tugatdik, ketsak ham bo'ladi.